Tentli variant qanaqa bo'lyapti? Tentsiz variant qanaqa bo'lyapti? Agarda Damas olib kelib bersa. Damas olib kelib bersa 2007-yildan tepasini. Aha. Laboyimizni mana Paytiqqa Andijonga olib ketayotgan ekansizlar. Xo'p, ko'nglingiz to'ldimi? Ko'nglim to'ldi, malades. Ishlar yaxshi ekanmi? Ko'rdim. Aytganlari bor-a? Bor, 20 o'lchib olsa to'g'ri tayyorlatgan. 23. 33 ming yurgan. Ha, voy 33 ming yurgan. 33 ming yurgan. 2023 akalar tayyor bo'layotganlari bor ekan. Rasmlari ham bormi holati? Oldingi holati bor. Bo'ldi. Oldingi holati, butun holatini ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum. Davron Tech kanali obunachilari. Ekranga yaqinroq joylashib olasizlar. Bugun Namangan shahriga yetib kelganmiz. Xo'p, bu yerda hamma kutgan, hamma kommentariyada so'rayotgan Sobirjon akaning ustaxonalariga yetib kelganmiz. Andijondan navbatdagi obunachilarimizdan kelishgan ekan, bitta zo'rini tayyorlab olib ketishayotgan ekan. Agarda sizlarga ham mana shunaqangi chiroyli holatda sostayanasi zo'r bitta labo kerak bo'lsa, akamizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz ham ekranda turibdi. Mana ko'ringlar, holatini o'ta ideal, chiroyli qilib tayyorlanganda. Pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, akalar. Xo'p, Sobirjon aka navbatdagi laboyimizni, mana shu laboyimizni Andijonga kuzatishayotgan ekan. Yillariga keladigan bo'lsak 2012. Oma shunaqangi chiroyli ishlanibdi. Ustaxonaga ham kiramiz. Xo'p, bu yerda ham hamma ma'lumotni olamiz. O'zing diskalar qadalgan. Balonlarigacha polni yangi qilib qadab qo'yishibdi, balonlarni ham. O'zing diska bu yoqda o'sha seyflari bilan. Xo'p, ramalari polni usilinni. Xo'p, ham profillari ham 4/8 mi? O'shanaqa profil nimalardan tashlangan profillardan pastki holatlari baqvat qilib qo'yilgan, pastga o'sha dugalarni qo'yishibdi. Xo'p, amortizator 4ta qo'yishibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqda propanga moslab berishibdi. Xo'p, gaz, benzin hamma yog'i joyida ekan. Mana bu tentini ko'ringlar. Tentlarni ham o'sha ham orqadan, ham yonidan qilib ochiladigan tayyor qilib qo'yishibdi. 2012 narxi endi hozir shumka 100% ekan. Narxiga keladigan bo'lsak 5850 deyishdi, adashmasam. Yo, men adashdimmi bilmadim. Hop, videoning davomida bilamiz. Malibu barlar qo'yilibdi. Chexollari, salon holatini bir boshqacha qilishibdi. Hali bunaqa salon holatiga bunaqa materiallarni qo'yishganini ko'rmagan edim. Pultlari bor bu yoqda, mana ko'rsatib o'taman, pultlarigacha bor. Xo'p, monitor, bu yoqda monitor qo'yilgan. Deflektorlar o'sha nima qilinganda yonadi, chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Pastki holatlari zo'r. Aka, assalomu alaykum. Charchamasdan rahmat. Omma buni yorib yoribsizlar, lekin juda ham chiroyli qilib chiqibdi. Xo'p, 2012 narxi qancha edi? 5850 da. 5000 to'g'ri aytdimmi? 5850. Xo'p, 4 ta amortizator. Balonlari hammasi yangi. Tomduga. O ana. Metallomlar hamma yog'i chiroyli qilib ishlanibdi. Metallom olamiz deyapti ekan. Qani endi aka ma'lumotini bersiz endi shuni. Hop. 2012. Xo'p. Qo'sh ramoslinni bo'lgan. Aha. Uni chiponni jihozlab chiroyli qilib, hozir pultlargacha, Kia pultlargacha o'rnatib berganmiz. Tentlari yig'ishtirilib, o'chilib, Aha. Tent shuni yig'ishtirib qo'ysan, 3 teshik ham o'chilardi. Gabardin yuki bo'lsa, Aha. yig'ishtirib qo'yib ishlaydi. Bitta qilsa bo'ladi. 4 zamoviy bo'lgan, yo'llari ilmoqli bo'lgan, taxlab qo'yib, bu ish bo'lsa bitta qilishadi. Bemalol. Ha, orqada 4 ta amortizator bu, ustunli bo'lgan bu ham. Hadovoylari hamma yoq bo'lgan, 0 dan bo'lgan. Ramanchiga ponni prozess bo'lgan, ustunli bo'lgan. Pollar o'sha yittirib to'qiladi har doim. Aha. Orqa listlari ham 1.9 kg list bosamiz orqalarga, orqa periodatlarga, pollarga, hammasi. Eshiklar yangi bo'ladi, 24, 25, 26 lardan chiqqan eshiklarda. Bu hozir o'sha 5850 dedik.
2012 yili. 2012. Ammo holati zo'r. O'sha tuning holatda qilib, chiroyli qilib berilibdi. Motorini yurganda gap yo'q. Ovozi ham yo'q ekan. Bu naqdga ketdimi? Bu ozgina choy, ozgina. Ha, varianti bor. Ha, variant bo'lgani uchun Ozgina. tushunarli. Agar naqd bo'lganda sal arzonroq bo'lardi. Zo'rroq bo'lardi. Tushunarli. Xo'p, akalar, xo'p, endi navbatda akamizga yuzlanamiz, Anjorli akamizga. Hozir bu yoqda yozib chizdi bo'lishyapti, o'sha hujjatlar nomlariga o'tishyapti. Bu yoqda navbatdagi Damas'imiz o'sha tayyorlanish jarayonida. Bu yoqda qaysi bu Damas ham ketadimi? Bunisi emas, u yoqda bor, ichkarida bor, Aha. ustaxonada bor. Ustaxonada. Ichida ham bor. Hozir tayyor bo'layotganlari bor-a? Bor, 20 o'lchib olsa to'g'ri tayyorlatgan. 23. 23 33 ming yurgan. Ha, voy 33 ming yurgan. 33 ming yurgan. 2023 akalar tayyor bo'layotganlari bor ekan. Rasmlari ham bormi holati? Oldingi holati bor. Bo'ldi. Oldingi holati, butun holatini ko'rsatib o'taman. Qani? Mana orqa krылоsi mana shu pajaq. Xo'p. Kapotlar yo'qlar ham mana. Qani, to'xtay mana. Mana bundoq ko'raylik. Mana shu zavet turibdi. Bu yurib kelgan-a bu? Mashinga yumalangan ekan. Yengil. Mana stokasi mana shu pajaq bo'lgan ekan. Puli lekin mana eshiklarda chizilgan. Nuqsoni yo'q. Eshiklardan butun. Mashinani o'zi yurib kelgan. Ha, o'sha butun. Mashina butun. Mana. 2023 33 ming yurgan xolos akalar. Navbatdagi Damas. Hamma yo'g'i mana hujjatlari bilan. O'zini nomida sразу aytib qo'yaman. Mana shu pajaq bo'lgan xolos. Bag'lari ish, mordasi ishdimi? Mordasidan sotaman men. Tushunarli. Buni ichkarida yuring endi. Aha. Tayyor davo bo'lib chiqqan holat bor. Hozir ichkariga qarab yo'l olamiz akalar. Xo'p, o'sha Damas'imizni labo bo'lgan holati. Mana ramalari mana ustunlik bo'lgan. Aha. Bu bizim bo'lgan mana. Metal unutamiz. Gondiylar ham mana 5 ga 5 qanan stenkada bo'lgan. Bizinda yurib kelgan bizga. Xo'p. Mashinalari ham hatto bo'yalmagan. Mashina mana ichki stokalari bunda pomda mana arka parkalari hech qaysi kraskasi yo'q. Orqa перегородка oldi tom. O'sha sepiltgan jarayonni ham videoga olganman. Motorchini ham ko'rsataman. Qolagani qara, yangiligini sepilmaydi. Motor ichlari ham zo'r, tumba-pumbalari ham hamma Tiniq holatda turibdi. O'sha 33 ming yurgan holat. O'ta ideal o'sha. Tiniq holat. Hech qaysi hatto mashapshikasidan yurganimiz ham yo'q. Bir qator aytib tozalab qo'ydi, rezinkalar hamma yoqi o'zi. Mana 33 ming yurgan biz bu yangi. Yangi. Holat va shu zo'r xudo xolasa. Buni chiroyli egalarga topshiramiz buni. O'sha 2023 33 ming yurgan Damas'imiz. Tabloga ham mashina bilan o'g'irdi. Ana, oyoqlarda turibdi. Mana bu yoqda. Mana o'zlarining tablolari. 33 ming yurgan. Haliga 57. Xo'p, usulni amazotlargacha qo'yamiz. Yangi qo'yiladi. Ha, bu mana ochilmagan. Hamma yog'i yangi mana. Mana ichidan o'zi anaqalari ham chiqadi buni. Mana akalar. Bu unaqa bo'lgan, bu bunaqa bo'lgan degan akalarimiz ekranga yaqinroq joylashib olasiz. Mana sizlarga faqat o'sha zapchastlarni yangi qilib olib kelib qo'yiladi. O'zini zapchastlari mana ichidan chiqadigan qog'ozi, mana amortizator usulni. Shu mashinaga tevagan pastga ham ishlar. Chiqishidan qarang. Zo'r, haqiqiy yukka Mashina. mashina. Xo'p, aka, endi buni qancha atrofida tayyor qilib beramiz? Naqd pulim bor degan akalar bo'lsa. Bu naqd O'rtacha bir qanchadir o'zingizda taxminiy narxingiz bormi? 6200 dan ozmoz o'tamiz, lekin oltini pastda unaqa Bitmaydi. katta emas, ha. Ozmoz murosasi bor, lekin katta o'tadigan joyi yo'q. Oltini Chunki pastda buni- ham ha, tegini qimmat qo'yilgan. aha.
oldidan urilib ketgan bo'lishi emas. Aha. Murdasini ko'rdingiz, oldin holatini ko'rdingiz. Aha. Endi mana yerdan yeb, oldilarni udar yeb, bo'lgan bo'lishi emas-da. Hmm. Qo'li tomonga tushgan, shu yerda o'ziga joy ishlab qo'ygan. Ha. Ichkilarga mana ichki stokalarga sepmagan, ichlarga ham septirmagan makra. Sepilmagan. Yo'q. İşte işi radno, arka stoka içlerine fonla radno hiç kadar septirmagan içine. Fon mollarga. Hatto mashetini o'ziga sepdi, analarga sepmadilar. Akalar qiziqqanlar bo'lsa, mana sizlarga o'sha 33 ming videosini ham ko'rdinglar. 33 ming yurgan 2023 Damazimiz, Labo'yimiz, Damaz Labo'yimiz tayyor bo'layotgan ekan. O'sha Damazimizni Labo'ga tayyorlanayotgan varianti. Qiziqqanlar mana bosib oringlar. Tayyor. Yili baquvvat so'raganlar bor edi. Yili qurilib ketgan, ichida stokaskisi almashib ketgan o'sha emas. Hamma yog'i o'ziniki. Turibdi, dokumentlari umri ham mana oka. Shu dokument mana shu videoda ko'rdik-ku, tamom, holatda mana. Mana o'sha. Tayyor, sразу. Nomerlari. Оформить qilib beraman. Оформить desa oformit, gen desa gen beraman. Endi hop, bu yoqda o'sha nimalarimiz ham o'ta o'sha baquvvatlardan, profillardan ham baquvvatdan tashlashibdi. Oxirigacha borgan. Bu moslari ham almashib ketgan boshqami, haligi berkitib qo'yilmagan. O'zining mosi o'shanda hamma yoq o'shanda ketadi. Chunki yangi mashinada Hech qaytiga biz ham ishlamaymiz, просто simlarga chiroyli e'tibor berib, yana boshqatdan montaj qilib yuboramiz. Tushunarli. Assalomu alaykum. Sobirjon aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Charchaman. Rosa hozir gaplashib turgan ekansizlar, gapinglarni bo'rgim kelmadi. O'sha to'g'ri, o'shani oldi sotdi, sarmasini kelishib o'tganda. Andijonga ketdi. Aha, Andijon Paytuqqa sotdi qoldi. Paytiqqa ketdi. Paytiqqa ketdi. Ko'rgani ketdilar, ikkalalar. Ha. Xo'p, Sprite rangdagi tayyor bo'lgan ekan, Andijonga ketgan ekan. Bunimizni ham mana ko'rib chiqdik. 2020 o'sha ekan yili yangi. Xo'p, buni narxlarini ham bildik. O'rtacha narx qanaqa bo'ladi? Shu nari bera. Aniq bitta narxi yo'q-ku. Bitgandan keyin bo'ladi baribir. 5800-6000 atrofida ish bitadi. 5800-6000 atroflari. Holatiga qarab Endi bitgandan keyin aniq bo'ladi-da. Bitgandan keyin endi haligi ko'rayotgan akalarimiz 5800 deyilgan deb ushlab ham olishmasin. Может bitgandan keyin ba'zi bir zapchaslari qimmatroq bo'lishi mumkin. Balki o'sha narxga to'g'ri kelishi mumkin. Aniq emas bu narsa. Hop, bu xomchot. Ozgina haqa-baqa. Akamizni bitta suhbatini olamiz endi. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Yaxshimisiz? Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Xo'p, navbatdagi laboyimizni mana Paytiqqa Andijonga olib ketayotgan ekansizlar. Xo'p, ko'nglingiz to'ldimi? Ko'nglim to'ldi, malades. Ishlar yaxshi ekanmi? Ko'rdim. Bizni kanalni ko'rib keldingizmi? Ha? Bizni kanalni ko'rib keldingizmi? Kanalingizni ko'rib keldim. Davron Tech kanalini ko'rib kelishgan ekanlar. Xo'p, olmoqchi bo'lganlar ham bizni kanalni aytib, misol Davron Tech kanalidan ko'rib keldik desanglar, chiroyli qilib kelishtirib berishadilar. Minib haydab ko'rdingiz buni. Holati, sostoyanasi yaxshimi? Kelinglar mana, yaxshi ishlari yaxshi, tekis ekan. Ana. Xudo xolasa hammamizga barakasini bera olsin. Aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarga haydab bering. Xo'p, akalar, mana o'sha videoni boshida ko'rgandinglar, 2012 o'sha ama o'ta chiroyli, o'ta ijod qilib tayyorlangan navbatdagi laboyimiz Andijonga ketyapti. Xo'p, endi bu yoqda yana bir damazlarimiz ham bor, kesiladigan. Menimcha o'sha qaysidir tomonda turibdi, damazlarimiz ham bor ekan. Tayyor bo'layotganlari ham bor ekan. Hozir videoning davomida bilib o'tamiz tayyor bo'layotganlarini. Sobirjon aka, xo'p, endi mana shu labolarni tayyor qildik. Bunisi Andijonga ketdi dedingiz-a? Bunisi Toshkentga sotdi. Aha. O'rtadagi klientga zakaz qilib berdi. Xo'p. Narigi chekkadagi Andijon Paytuqqa sotdi. Ha, narigisi sotildi. Xo'p, bu yog'i ham o'sha zakazlari. Endi qarang Sobirjon aka, yana bir ikkita savollar bor. Hozirgi kunda, endi mana hozir 2026-yil mart oyidamiz. Tentli varianti qanaqa bo'lyapti? Tentsiz varianti qanaqa bo'lyapti? Agarda Damaz olib kelib bersa. Damaz olib kelib bersa 2007-yildan tepasini, Aha. 19 milliondan boshlab, Aha. 24 milliongacha qilib beryapmiz. Xo'p. V1larga qarab, haliga. Anaqalarga qarab, hop. 24 milliondan boshlab 24 milliongacha qilib beryapmiz. 24 milliongacha qilib beryapmiz. 24 milliondan boshlab 24 milliongacha qilib beryapmiz. 24 milliondan boshlab 24 milliongacha qilib beryapmiz. Anaqalarga qarab, hop.
yili 2007dan pastga ko'zi bosib beribdi. 3100 dollarda. Tonna hujjatlargacha qilib, Ha, yili eski Damas'larga. yili eski Damas'larga. Ko'zib ham bosib beraveramiz. Ko'zi ham bosib beraylik, o'zini ham qilib beraylik. Tushunarli. Zakazlarga qarab, mana torpedalarning ichida mana tuyunib deydiganlarga sal balandroq bo'ladi. Menga oddiy salatni qilib ber deydiganlarga 19 million, 20 million, 21 million aytdim-ku, 24 milliongacha holatiga qarab o'sha usulini qilib, dokument hammasi ichida qilib beribdi. Tayyorlab beramiz. Tentli, tensiz deydi. Tensizni 19 milliondan qilib beribdi. 19 milliondan. Tushunarli. Xo'p, Sobirjon aka, endi mana shunaqa chiroyli qilib labolarni o'ta ideal holatda qilib yasayapsiz ekan. Yuk ko'tarishi 1,5 tonnagacha bemalol olaveradi. Bemalol bo'ladi. Amortizatorlarni ham ko'rsatib o'tsanglar bo'ladi. Zakasini qilib 4 talik qilib beramiz. 4 talik qilib. Ha, bu yoqqa 2 ta mana. Mana bitta bag'dan tushgan, bitta bag'dan tushgan. Aha, bu yoqdan bitta tushgan. Ag'da ham 2 ta bor. Mana bu yoqda ikkinchisi. Mana o tilla rangda bitta, bu yoqda bitta. Kemadan qilib darajada qilingan. Tushunarli. Endi hozirgi vaqtda sizda tayyor bo'layotgan ekan. Ustaxonani o'zida ham. Bu yerda yili nechilari bor sotilmoqchi bo'lganlar? Sotilmoqchi bo'lganlari hozir bitta naqd 2023 bor. Yili baquvvati 33 ming yurganmidi? Ha, 33 ming yurgan. Ha, bitta 2010 bor. Xo'p. Yana bitta 2011 bor. 2016 bor. Hozir sizda shunda 2010 dan baland ekan faqat. Bitta 17-18 ham bor, ular sotilgan, zakolat berishgan. Ha. Rossiyadan turolishdi. Zakolat tashab berishgan. Xudo xolisa 15 kun 20 kunda bitkazib beramiz deganmiz. Hozir demak, endi sizda faqat bundan buyog'iga 2010 dan yuqorisi bo'lar ekan. Bundan buyog'iga. Bundan buyog'iga fonda 2010 dan yuqorisi bo'ladi. Tushunarli. 2010 dan yuqorisini qidirib yurgan akalarimiz bo'lsa, bemalol Sobirjon akamizga murojaat qilaverasizlar. 20 dan balanti ham bor, 15 dan balanti ham bor. Xullas eng pasti 10 gacha ekan. Akalar, video yoqsa albatta bitta like bosib yuborishingizdan chiqmasin. Pastda telefon raqamlarimiz turibdi. Aloqaga chiqasizlar, narxini kelishasizlar. Hozir bu yerda sizlarga ko'rsatayotganim shu polni hammasi sotilgan ekan. Hop, bu yerda Toshkentga sotilgani, bu ham shu chiroyli holatda tayyor bo'lgan ekan. Monitorlari, pultlari hamma yog'i o'rnagan ekan. Hop, endi bunisi xuddi o'sha svetdagisi Andijonga sotilgani, videoni boshida ham ko'rsatganman. Bu ham shu monitor. Shunaqa. Zakaz shunaqa bo'lyaptimi hozir sizga? Talab shunga ko'p bo'lyapti bizga. Rangiga ham, ichki salon holatiga ham. Xo'p, nima qilib bering deyishdi. Menga bunaqangi emas, skromniroq, oddiyroq. Oddiyroq qilib bering. U ham pulida sal farq qiladi. Farq qiladi-da. Shunga 19 million bilan 24 milliongacha deb. Ha, tushunarli. Bag'ini kelganda bu yerdagi mo'chlarni ko'rib, menga manundan deb zakaz qilishsa, shunga qarab pulini chiqarib kelishib olamiz. Xo'p, bo'ladi. Akalar, aloqaga chiqasizlar, narxini kelishasizlar. Chiroyli videolarni e'tiboringizga havola qilishni davom etamiz. Instagramga ham o'tsanglar, Davron Tech kanali, Davron Tech deb yozsanglar, Instagramda ham shu eshik, deraza qidirib yurgan akalarimiz bo'lsa, sidina kerak bo'lsa, shu ustaxonadan sidinalar, eshik, derazalarni ham chiqarganmiz. Bemalol o'tib, obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. TikTokda ham bor, Instagramda ham, YouTube'da o'zida ham faoliyatni yuritib boramiz.